Kiring. Keling. Marhamat, o'tiring. Biroz xomush ko'rinasiz. Sizni nima bezovta qilyapti? Gapiring. Doktor, tobim yo'q. Hayotdan zavq ola olmayapman. Iztiroblarimni unuta olmay qiynalyapman. Ishtaham yo'q. Tomog'imdan qil ham o'tmaydi. Ko'z oldimdan och yalang'och insonlar ketmaydigan bo'lib qoldi. Tonggacha uxlolmay ular bilan birga sovqatib chiqaman. Jinoyat haqidagi xabarlarni o'qiganda xuddi o'sha jinoyatda mening ham aybim yo'qmikan deb o'yga tolaman. Qotil tutgan pichoqning sopi qo'limni kuydirayotgandek bo'laveradi. Dunyoning notinch burchaklarida otilgan har bir o'q mening qalbimga sanchilayotgandek azoblanaman. Jamiyatdagi barcha ayib gunohlarni ortmoqlab ketayotgandek his qilaman. Bag'rim toshga aylanyapti, doktor. To'lib toshib, to'yib ketganimda yig'lab olay desam ko'zimga yosh kelmaydi. Kulishchi. Kulishmi? Kulishni tamoman unutib yubordim. Kulmay qo'ydim, doktor. Kulmayapman. Kulolmayapman. Doktor, menga yordam bermasangiz holim xarob. Iltimos, menga yordam bering. Hurmatli bemor, yonimga keling. Anavi afishadagi masxarabozni ko'ryapsizmi? Ko'ryapman. U har kuni oqshomda ajoyib tomoshalar ko'rsatyapti. Sizga tavsiyam o'sha tomoshaga boring. Barcha iztiroblaringizni unutasiz. Mazza qilib kulasiz. Dilingiz yayraydi. Darddan esa asar ham qolmaydi. Bor gap shu. Doktor, o'sha afishadagi masxaraboz men bo'laman.